Hasan Basriydan rivoyat qilinadi. Bir odam yonida rosa qahqaha otib kulayotgan og'anisiga qarab, "Sen do'zaxdan o'tishing haqida xabaring bormi?" dedi. Kulayotgan odam "Ha" dedi. Endi do'zaxdan najotga o'tib, haqiqiy jannatga kirib ketishlik haqidagi xabarni ham oldingmi dedi. Deganda "Yo'q" dedi. "Ha, do'zaxdan ustidan o'tishligini eshitgan bo'lsang, lekin do'zaxdan qutulishligini eshitmagan bo'lsang, nimaga kulasan?" dedi. Ya'ni haqiqiy kulishlik ana shu Sirot ko'prigidan o'tib, jannatga ikkala oyog'i bilan kirib olgandan keyin bo'ladi. Sirot ko'prigidan o'tishlikni o'zi ham insonni ko'rishligiga kifoya qilmaydi. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgandek, agar bitta oyog'ini jannatdan oqlab o'tib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan, Allohning makridan qo'rqaman deydi. Alloh bitta makr qilib turib, bitta oyog'i jannatga o'tgan holda qaytarib olishga qodir bo'lgan zot. Demak, ikkinchi oyog'imizni ham jannatga olib kira olmasdan turib, kulishlikka siz bilan bizning haqqimiz bo'lmaydi. Yavaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani va sahibatihi va akhihi va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji. Holbuki ular bir-birlariga ko'rsatilurlar. Jinoyatchi kofir kimsa u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, birodarini, uni o'zini panohiga olgan qarindosh urug'ini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib yuborishni, so'ngra bu to'lov unga najot berishini istar. Butun urug' vujudini, bola chaqasini, xotin ota-onasini jahannamdan o'zi qutulib qolishi uchun fido qilib to'lashlikka tayyor bo'ladi. Sirot nima? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Sirot tikonlari, ilmoqlari va egri temirlari bor bo'lgan bir ko'prik. Bu ko'prik zulmat, qorong'uga qoplangan bo'ladi. Bu ko'prikdan insonlarning o'tishligi har xil bo'ladi. Mo'min kishi undan ko'z ochib yumgandek tez o'tib ketadi. Ba'zilari qilgan amallariga qarab chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari esa uch qirotdek o'tib ketadilar. Ba'zilari esa o'maklab o'tadi ustidan. Ba'zilar dahshatga tushganligidan, hayotda qilib o'tgan ishlari tufayli jahannamda ostidan chiqqan ana shu temirdan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar jahannamga uloqtirib tortib ketadi. Mana shu kunda ko'prikning ustida o'tayotganda kim mo'min haqu, kim munofiq, kim haqiqiy musulmon u, kim ko'rgazmagan musulmon, mana shu kunda aniq bo'ladi. Mo'minlarning orasida najotga erishib, ko'prikning uyog'iga o'tib olganlar o'zlari bilan birga yashagan musulmon birodarlarning ba'zilari tushib ketganligini ko'radi. Shunda duo qilishadi. Parvardigoro, biz bilan namoz o'qigan, roza tutgan, ibodatlar qilgan, nafl ibodatlar birga qilgan birodarlarimiz tushib ketdi. Ularning ahvoli qanday bo'ldi deb Allohdan mo'min birodarlarning haqqiga so'raydi. 3 ta o'rinda inson bir-birini eslamaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, qiyomat kunida bir inson o'zini oilasini o'ylaydimi? Esiga keladimi xotin bola chaqasi?" Shunda Rasululloh aytdilarki, 3 o'rinda hech kim bir-birini eslamaydi. Birinchisi kitoblar uchganida. Ya'ni insonlarning kitoblari o'shin mahshar maydonida uchib turar ekan, qaysi qo'liga kelishligi hali aniq bo'lmay turgan paytda to kitobini olib aniqlab olmagunicha birovni o'ylamaydi. Ikkinchisi tarozi oldida savob pallasi og'ir keladimi, gunoh pallasi og'ir keladimi? Mana shu narsa ma'lum bo'lmagan uchun birovni eslamaydi. Uchinchisi ko'prik oldida eslamaydi. O'tib ketadimi, o'tib ketmaydimi? Aniq bo'lguncha birovni eslamaydi. Endi bu mo'minlar o'tishib oldi. O'tishib oldida birga hayotda yashab yurgan mo'min birodarlarning do'zaxga qulab ketganligini ko'rib Allohga duo qilishdi. Parvardigor, nima bo'ldi endi ularning holi? Parvardigor chiqargin ularni. Bundan ma'lum bo'ladiki, bir inson namoz o'qisa, roza tutsa, ibodatlarni qilib yursa ham do'zaxga tushar ekan, agar gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa. Agar Alloh taolo fazl marhamat ko'rsatmaydigan bo'lsa, shunda Alloh subhanahu va taolo karami keng, marhamati ulug' bo'lgan zot qaranglar der ekan. Qaranglar, qalbida zarrasi iymoni bor odam bo'lsa, do'zaxdan chiqaringlar deydi. Chunki Alloh taolo so'ngra mo'min bo'lgan kishilarni biz qutqarib olamiz dedi Alloh taolo. Birinchi bo'lib ko'prikdan chaqmoq tezligida, balki undan ham tezroq o'tadigan zot bu Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U kishining otlari bilan nabiylar, rasullar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar tezlik bilan o'tadilar. Mo'minlar ham tezlik bilan o'tadi. Ba'zi mo'minlar qilgan amallarining ustligi bilan, qilgan gunohlarining ko'pligi bilan emaklab o'tadi. Mana shu emaklab o'tishlikka kelsak, kofirlar, fojirlar keladi. Ularni jahannamda ostidan chiqib kelayotgan temirdan bo'lgan, tikondan bo'lgan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar ilib oyoqlaridan pastga jahannamga tortib ketadi.
Mana shunday holimizni o'ylaylik, birodarlar. Bu kunda har bitta odam, atrofida odamlar jahannamga qulayotgan paytda, kimlar yorug'ligi tezligida o'tib ketayotganini ko'rgan paytda o'zini yorug'ligini ko'ra olmay qolishi bor. O'z shunga harakat qilaylik. Boshqalar nur bilan o'tib ketayotganligini ko'rib, o'zimiz to'xtab tura olmaylik. Emaklab, yuklarimiz, gunohlarimiz og'irligi tufayli o'malab qolmaylik, birodarlar. O'ngimizga, choppig'imizga qaraydigan bo'lsak, odamlar bitta-bitta do'zaxga qulayapti. Rasululloh esa narigi tomondan turib, "Ya Robbi, sallim, sallim, Parvardigor salomat qilgin, ummatim o'tmasin" deb turganligini eslaylik. Ana shu kunda o'zimizga vayilni, suburni tilab qolmaylik. Gunohlarimiz ko'pligi tufayli emaklab qolmaylik, birodarlar. Agar ana shu ko'prik ustida ketayotganimizda qildan ingichka, qilishdan o'tkir bo'lgan siz bir chizig'ini tasavvur qiling. Oyoq kiyimingizni yechishtirib, bitta pichoqni tikka qo'yib, oyog'ingizni tegizib ko'ring, nimani his qilar ekansiz? Etlaringiz jimirab ketadi. Lekin bu dunyoda oyog'ingizni ko'tarib olsangiz qutulasiz. Endi u yerda qadamni ko'tarishlik bo'lmaydi. Mana shunday qildan ingichka, qilishdan o'tkir bo'lgan ko'prikdan oyoqlarimiz toyilib ketsa, ana shu kunga pushaymonimiz bizga asqatadimi? Hali uni ustiga oyog'imiz qo'yilgani yo'q. Shunda o'zimizga vayinni, suburni tilab qolmaymiz. Shunda qaniydi shu kunga tayyorgarlik ko'rganimda, qaniydi payg'ambarning yo'lini tutganimda, qaniydi falonchilarga ergashmaganimda, qaniydi tuproq bo'lib ketganimda, qaniydi esdan chiqib ketganimda, qaniydi onam meni tug'maganda deb qolmaslik uchun hozirdan tayyorgarlik ko'raylik. Chunki u kunga pushaymon insonga zarracha foyda bermaydi. Fa anna lahu zikra. Bu kunda odam eslatma oladi, eskirib qoladi, ko'zi moshtaga ochilib qoladi, lekin u moshtaga ochilgan ko'zini foydasi bermaydi. Mo'min